Inson saodatli bo'lish uchun Allohning taqdiriga rozi bo'lish kerak. Hamma narsaga ega inson saodatli emas. Bor narsasiga qanoat qilgan inson saodatli. Hamma narsani qo'lga kiritgan odam baxtli emas. Bor narsasiga qanoat qilgan odam saodatli. Rozi inson, kunidan, hayotidan rozi inson hargiz xarob bo'lmaydi. Dunyodagi ko'p odamlar saodatni qidiradi-yu, ammo qanoat degan sifatni unutib qo'yadi. Odamlar saodatni qidiradi-yu, ana shu saodatning asosi bo'lgan qanoat degan sifatni unutib qo'yadi. Qanoat qil, saodat topasan. Agar mana shu tushuncha bilan yashasakchi, hammamiz saodatli bo'lamiz. Hammamiz imkoniyatimiz bor. Faqat qanoat qilaylik, rozi bo'laylik. Ali ibn Abi Talib aytganlaridek, ar-rido bil qadar yudhibul hamma wal hasan. Qadarga, taqdirga rozi bo'lishlik g'am qayg'uni ketkazadi, binobarin saodat olib keladi. Kim Allohning ato qilgan taqsimiga rozi bo'lsa, Alloh berganini keng qiladi, barakali qiladi. Kim Alloh unga ato qilgan narsaga rozi bo'lmasa, unga uni keng qilmaydi va barakali qilmaydi.